Assalomu alaykum qarindoshlar, biz bu videoda ma'lum bir xabar to'rbiti yoki xohlagan bir to'r bekatini ziyorat qilgan vaqtimizda ostiga yoki ustiga yo o'ng taraf, balkim so'l tarafda bundaq tizimiltang deb chiqib oladigan pop-uplar bor. Ya'ni pop-up degan mush ko'znak chiqib oladi. Endi ba'zi to'r bekatlarniki herhalde bo'ldi. Masalan, mana to'r bekatda biz ko'ra olamiz mazmunni, ammo ba'zi to'r bekatlarda masalan ma'noga o'xshash ko'rilmaydi. Tizimlitsa deb chiqib oldi. Аңалды bilan bu yaxshi to'r bekati bo'lsa, xabar to'r bekatlari bo'lib qolsa, tizimlashinglarni tavsiya qilma yoki yillik mushtari setilishinglarni tavsiya qilma, chunki bular uchun xabar ishlash oson emas, chiqim ketadi. Hamda ba'zanlar tizimlatganlar kelmasa, bu markaliklar bu vaqtda buni bizar qiladigan bu ko'znaklarni qanday yo'qtimiz desak, masalan, har qanday to'r ko'rgida, masalan, men hozir Safari'ni ishlatyapman. Chrome bo'lsin, Firefox bo'lsin, siz ishlatayotgan to'r ko'rgida ichida bir oq yerdan mousening o'ng tarafini chekib inspect desangiz bo'ldi. Hozir ma'noda inspect yo'q ekan. Masalan, odatda Firefox dan Chrome'da bo'ladi, ba'zi Safari'da cheklab qo'yish mumkin. Buni qanday ochamiz desangiz, preference'ni ichib advanced'ni alsak, men show develop menu. Shuni tanlab qo'ysak bo'ldi. And inspect element. Inspect. Mouse o'ng tarafini cheksanglar, mush inspect. Ba'zilar inspect deb bilan bor, ba'zida inspect element deb bor. Mush inspectni tanlaymiz. Tanlasak, bu developer tool deymiz, ya'ni ochuvchilarningki ishlatadigan tool. Bunu açqan amatlan bu tanlab turdi. Yani miyada bir tanlash bada. Bu nima desanglar, mush ko'znak, ya'ni pop-upda mushninki elementning o'rnini ko'rsatib turdi. Qanday qilamiz deganda, mana mush yani boshqa hech narsa aytishmaylar. Knopka taxtasidan delete, ya'ni o'chirib o'tishni bassaq, bo'ladi. Hamda mana ikki chiqdim ya'ni o'chib ketgicha avtomatik tanlanda o'chirib o'tishni bassang bo'ldi. Ba'zi birlan basamiz, masalan, mana qaranglar. O'ng tarafni besib inspect elementni bosdim. Ana o'zi avtomatik tanlab berdi. Biz hech nimani bosmaylar. Chekmay demakchi. O'chirishini delete ni bassaq, mana bir qitim bassaqlam, mana yo'q degan gap. Yo'qmabdi. Mesela ikkinchi avtomatik tanlanibdi. Buni o'chirib o'tamiz. Mana endi yo'q edi. Mazmuni qanday? O ko'znak yo'qolib ketdi demakchi. Shu degani qo'ysam bo'ldi.